Qaychi xudo bo'lsa nimalar bo'ladi? Kiyimimni dazmollab qo'ying deb ish buyuradigan qaynisining endi senga kelin. Qani boring, ovqatlaringizga qarang, dazmollarni qilib qo'ying, tezlashing kelin. Qaychi xudo bo'lish bu ering senga nimadir qilsa, singlisiga ham nimadir bo'lishi mumkin. Qo'ling singir yo'q, qizimni uribdi. Nimaga uradi? Voy, qarang, buncha tez xudodan qaytibdi. Ikkinchi tarafi bir-biridan qasos olish mumkin. Oyi, qaynonam ovqat sho'r qilibsiz deyaptilar. Voy, menda qarshi qurol bor-ku. Voy, kelin, nima ovqatni sho'r qilib qo'yibsiz? Kelin, men bu yoqlarni chala supuribsiz-ku. Oyi! Hozir boplayman. Kelin, mabtlarni chala supuribsiz. Hali supurmadim-ku, oyijon. Mabodo keyin supursangiz ham chala supurasiz. Mehmonga borganda kelinga ko'p ish buyurib yuborish kerak emas. Boykeni, ana soatlaringizni ham sog'indim de, rosa xrustashi baklajan, Sezar olivye qilib bering. Xap bo'ladi-da. Hali o'zing kelin bo'lishing bor-a. Bugun oyijonim xonim manti chuchvaralarni yegilarga olib kelgan. Qani tez qilib tashlaychi kelin. O'zi boshida ikkita tomon ham ajrashmasligi uchun qilingan g'oya keyinchalik